Tushuntirib beraman. Nimani tushuntirasan? Kecha nevoqliga yetib qolding, o'rtoq. Dasini berari bor edi, oldiga o'tib keldim. Menga qara. Kechki qizlar nima qilding? Sen yo'qsan. Bitta o'zim nima qilaman demda haydab yubordim. Pulni ham bermading. Yo'q. Ajoyibsan de o'rtoq. Endi hayotda hamma narsa bo'lib turadi. Ertamu hal qilamiz deb. Nimamush, ketqizgan vaqtimga rozi emasmanmush de. Shu sen o'rtoq, yaxshi mashina chiqib qoldi, arzonroqga. Ozgina yetmayapti, yordam qila olmaysanmi? Sen uchun jonim fido-ku, jigar. Nima mashina ekan? Bitta BMW. O'rtoq kimdir rasmga olib ketdi hozir. Hech kim yo'q-ku. Ana hozir chiqib ketdi, o'rtoq. Jinni bo'lib qopsan, kamroq kayfing oshib qopti. Ertasi yo'q bu yo'llar, ertasi yo'q bu mahalla. Bitta ishlatmaydi kallar. Ertasi yo'q bu ballani, ertasi yo'q bu yo'llar, ertasi yo'q. Mazza qilamiz ham. Kayf qilamiz o'rtoq bugun. Ketdi. Oppa. Tayyor. Menga qara o'rtoq. Ishi oshiraveramiz-ku. Ozgina to'xtatmasak bo'lmaydi. Nima sen silabiy bo'lib ketyapsanmi? Yo'q. Просто menga bu yurishimiz yoqmayapti-da. Dakansa kayf qilish kerak. Dal shikayat qilamiz. Alo. Qattasan? Ishlarim ko'payib ketdi, ko'chada edim. Tez skladga yetib kel. Bo'pti. Hozir boraman. O'tirib turamiz, bitta joyga o'tib keling. İşleganim tunib kun oyma oy. Mani do'stlarim chaqiradi boy, omadi kelgan bola. Tug'ilganim tayyor joy, xuddi shkafimda faqat brend. Assalomu alaykum. Lekin bilmaydi ishlaganim tunib kun. Boycha. Yuribsizmi? Yurman bunda. Ertasi yo'q bu yo'llar. Bugundan boshlab mashsani o'ying. Hazillashyapsizmi, aka? Bizani davrimizda kayf qilib yashayman deb o'ylamading. Bu yog'iga mashta mehnat qilib, o'zingni peshini teringga pul topasan. Men hozir tushunmayapman. Nimaga menga bunaqa gaplar gapirasiz, chaqirib olib? Tushuntirib berish kerakmi senga? Yosh bola deb o'ylayapsanmi? Bilaman qatta qanaqa bo'qib yurganingni. Chiqarman bundoq hamma narsani. Chiqardim men senga. Sizlarsiz ham kunim o'tadi. O'sha bergan pulingiz, mana o'sha mashinangiz, Telefonni ham ol bu yoqqa. telefon ham sizga. Bo'ldimi? Allo, Bobur aka. Kelyapsizmi? Hozir hammasini tushuntirib beraman. Nimani tushuntirasan? Shu narsa kerak emas edi-da. O'zim ham eb olayman hammasini. Shart emas. Kerak emas sizlarning mol dunyoga. Bu yoqqa kelma bunda. Hammasini o'zim qilaman. Bu yoqqa dedim men senga. Bundan boshlab mashsani o'ying. O'zingni peshini teringga pul topasan. Hammasini o'zim qilaman. Endi xo'jayin bola hali yoshda. Ularga qarab turmasa bo'lmaydi. Hamma narsani qiladi. Bu dunyoda hamma narsani pul hal qiladi. Farqi yo'q qanday ish bo'lsa, muhimi jodeli to'lsin. Hamma bilsin qanday zo'rsan, sistemaga qarshi bilsin ana. Men bo'lib xo'jayinning jiyanimi? Gurchilik qotdim. Ko'p gapirma olib chiq. Bilsin qanday zo'rsan, hamma narsani pul hal qiladi. Ye Bobur. Ye, Bormisan o'rtoq? O'rtoq, Charchayapsan? Bir haftadan beri yo'qsan, tinchlikmi, nima bo'ldi? amakim hamma narsani bilib qoldilar. Nimani bilib qoldilar o'rtoq? Shu kayf qilib yurishimizni. Qizlarni. Yo'q. Menga qara, prostoy telefoning bormi sani? Yo'q, o'rtoq, telefonim umuman. Ha, yo'q. Yurishing ham bichlariga o'xshab qopti, o'rtoq. Tushunmadim, nima deding? Qani, kar qilib yurganlaring, telefoning, mashining. Amaking bilib qoldilar-da, to'g'rimi? Olib qo'ydilarmi hamma narsangni, erkatoy? Bu menga qara. Shu pulga sen ham kayf qilgansan. Nima sen tuzini yeb tuzlig'iga tupuradigan bo'lamisan shunaqa? Kayf qilgan bo'lsam, o'sha paytda kayf qilganman. U paytlar o'tdi ketdi. Sen sinding, tushundingmi? Men bu qo'lingni ham olgan. Charchama. Sog' bo'l. Hamma narsani pul hal qiladi.
Sasin. Yomon o'rtoqdan saqlasin Xudo. Alvido deb xayrlash. Ozgina yetmayapti, yordam qora olmaysan? Yurmasin birovni pulini sochib, tirikchilikni to'g'ri. Bobur o'zi yaxshi bola. Prosta uning yonidagilar uni buzyapti. Unisidan xavotir olmang. U bola boshqa Bobur oldiga yaqinlashmaydi. Endi xo'jayin, qattiqroq ushurish kerak. Mayli uni qo'ying. Bugun oddiq bo'lsa, nima qos hali ham ishxonada. Bilasiz, ishimni yaxshi ko'raman. U yoq bu yoqqa qarayman deb kelgandim. Shunga qolib ketib qoldim. Yaxshi. Qisqasi, Bobur skladda. Xo'p, Bir yo'lni qilib mashina yetkazиш kerak. balkim kerak emasdir. Bola eplayapti-yu. Siz yetkazing bo'ldi. Baribir janingda. Bobur! Hozir! Ye, assalomu alaykum Komil aka. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi aka? Rahmat. Bir poddeshka qilib olishing kerak. Bo'ldi aka, muammo yo'q. Nima qilish kerak? Mana bu kalit. Keyin bilan bir joyga borib kelishingiz kerak edi. Kechki paytga shu zakozni o'zing olib borib berasan. Hop. Aytgandek, mana bu telefonni ofisda berib yuborishdi. Lokatsiyasi ichida. Men shoshotdim, o'zing bilasan. Takoy mashinim bo'lsa, babi boshqachada. Men qara o'rtoq. Bitta mashina chiqyapti-da. Ozgina yetmayapti, yordam qila olmaysan? Qanaqa? Bitta BMW, ozgina haydalgan, etpetga qarasa odam bo'ladi. Ana bo'ldi aka. Vaqtida olib kelib berdinglar, sal qolsa uyalib qolardik. Mana bu yuk puli 1,5 ming. Mana bunisi o'zingizga. Bu yerda ko'p aka? Tushiradigan bolalar bor edi, ketib qolishdi. Hammasini o'zingiz qarashdingiz. Va shu o'zingizga roziman. Rahmat aka. Charchamang. Yoningdagi boy qani? Boburmi? Eshitmadingmi? Amakisi yondirib tashadi-yu. Telefonini, pulini, mashinasini olib qo'ygan. Bichlarga o'xshab yuribdi, sklatlarda yashab yuribdi. Men bilmayman. O skirt. O'rtoq tinchlikmi? Kecha yurding-ku, oldi og'aynim, yaqinimni pulini ishlatib kayf qilib billa boshga tushgan paytda endi shunaqami? Orqadan gapirishmi? O'rtoq noto'g'ri emassan. Qochaninda. Ertasi yo'q bu yo'llarni. Ertasi yo'q bu mahallani. Aka, bitta choy berib oling. Ishlatmaydi kallani. Xo'p. Ertasi yo'q bu bollani. Alo. Men Boburman, Jasur. Nima telefon qo'shsa, menga meni bezovta qilib. Menga qara, baqir-chaqir qilma. Anundan top. Bugun bir chayib qilaylik, o'rtoq. Ertasi yo'q bu yo'llarni. Ertasi yo'q bu mahallani. Bitta ishlat. Anundan top. Bugun bir chayib qilaylik, o'rtoq. Boburni yaqin o'rtoq ekansanmi? Ha, yaqin og'aynisizmi? Salla to'ringda yaxshi gap eshitmayapman. Rahmat. Cho'tta sallan yurishlaring yoqmayapti deymanga. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Qisqasi Boburni yaqinda yurishingni xohlamayapman. Nima deganingiz bu? Bobur meni yaqin og'aynim, yonimda bo'lgan qiyomatligimi? Yo'q, Ha? Endi-chi? O'zi aka aytolman Boburga. O'rtoq, bunaqa yuravermaylu. O'zi menga ham yoqmayapti. Siz tushundingmi? Rahmat. Meni tushunding-a? Yonida qaytib ko'rmayman seni. Bo'ldi. Rahmat. Billat, nima qilsam ekan-a? Mana boshqa bezovta qilma. Bir kun yo'limdan chiqasan. Boburni chaqirib olaring menga. Bobur san tepaga chaqishadi. Endi bu yog'iga o'z mashina mas'uliyat bilan qarab bosh-qosh bo'lib berasiz. Xo'p bo'ladi aka. Ona, jiyanning o'zi ham keldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Boburjon, jiyan. Tanishganimdan xursandman. Endi bu siz o'rningizda mashina sotuvchi bo'lib ishlaydi. Ma'rufni endi bu yerga ish boshqaruvchi qilib tayinlaymiz. Ma'qulmi, Ma'ruf? Ma'qul albatta. Tabriklayman. Rahmat aka. Ishonchingizni oqlayman. Ha, ne kelding? Короче, pul bor. Ko'paytirish kerak. Tema bor, qo'shilasanmi? Davay. Faqat ko'tiga javob bering. Kelishdi. Ma'ruf aka, skladda hamma mollarni joy-joyiga qo'yib, zakazlarni chiqarib yubordim aka. Ancha o'rganib qoldingizmi ishlarga? Bo'ladi. Skladdan yaxshi lekin. Yaxshi.
Bo'lmasa menga ruxsat aka. Ozgina charchaganni voqliroq boring. To'xtang. Telefoningiz qolib ketyapti. Xayol bilan. Bo'p turadi. Rahmat. Telefonni kim berib yuborganini bilasizmi? Ofisdan berib yuborishim. Amakingiz berib yubordi telefonni. Shuncha puli bor odam bitta xatosini deb bunday qilish kerak emas u. Mayli, o'ylamang. Mana shu yerdagi ishlarni qotiraylik. Birgalikda hali ko'p narsaga erishamiz. Bo'ladimi ukam? Bo'ldi, gap yo'q aka.